Bahodir va uning iti. Bahodir kichik bir qishloqda yashaydi. Uning Borir ismli iti bor. Har kuni Bahodir va Bori birga o'ynashadi. Bahodir maktabdan qaytgach, Bori uni eshik oldida kutib oladi. Ular birga dala bo'ylab yugurishadi va top o'ynashadi. Bahodir Borini juda yaxshi ko'radi va unga har doim g'amxo'rlik qiladi. Bir kuni Bahodir va Bori o'rmonga sayrga chiqishdi. O'rmonda ular turli xil qushlarni ko'rishdi va gullarni hidlashdi. To'satdan Bori nimanidir sezib yugurib ketdi. Bahodir uni chaqirdi, lekin Bori qaytmadi. Bahodir xavotirlanib itini qidira boshladi. Bir necha daqiqadan so'ng Bori kichik bir mushukchani tishlab keldi. Mushukcha jarohatlangan edi. Bahodir mushukchani uyga olib borib, unga yordam berdi. U mushukchaga Oqsoy deb ism qo'ydi. Endi Bahodir, Bori va Oqsoy birga yashashadi va do'st bo'lib qolishdi.